Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda shirguruch. Shirguruch ustiga ketadigan nachinkasini tayyorlayapman hozir. Bunga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz va tovuq piresi. Hammasini mayda-mayda to'g'rab yog'da qovuriladi. Keyin ustiga pomidor yoki tomat sousi solinadi. Endi to'g'ralgan pomidorlarni solamiz. Kapağını oluşturamiz. Mana nachinkamiz уже tayyor. Endi ishimiz qozonga 1 stakan suv solamiz va 1 stakan guruchni yuvib solamiz. Mana guruchimizni ham solib oldik. Endi 2-3 minut qaynatamiz, ustidan 1,5 litr sut solamiz. Tabga qarab tuz, mana sutimizni ham solib oldik. Endi buni yaxshilab qaynatamiz. Qaynash davomida buni aralashtirib turish kerak, bo'lmasa tabga olib ketadi. Quyilguncha qaynatib qarab turamiz. Guruchlari pishganda o'zi tayyor. Mana sutimiz ham qaynab chiqdi. Endi buni tagiga olib ketmaslik uchun qaylab turamiz. Va guruch yaxshi bo'lib pishgan payti o'chiramiz tagini. Mana ovqatimiz ham tayyor. Guruchlar yaxshi bo'lib pishdi. Endi buni bemalol laganlarga suzib, ustiga podlevkasini ham solib yesak bo'ladi. Mana ovqatimiz tayyor. Juda chiroyli bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman.